Assalomu alaykum. Vohamiz va tumanimiz mehmonlari. Mana Sariosiyo tumani Yangisaroy mehmonxonasi. Oilaviy mehmonxona. Bu yerda restoran, supermarket, kiyim-kechak do'konlari bor. Mehmonxonamiz 24 soat ishlaydi. Mehmonxonamiz haqida sizga hozir qisqacha ma'lumot beraman. Mana kirish joyi bu. Kirish joyi Kamina Aliman. O'zim shu yerda ishlayman. Mana bu mehmonxonamizning kirish joyi. Mana yerda administrator men o'zim shu yerda bo'laman 24/7. Hamisha xizmatdamiz. Mana bu liftdan 2-qavatga, 4-qavat, 5-qavatga chiqishingiz mumkin. Mehmonxonaga faqat mana bu liftdan chiqasiz. 3-qavatga. Mehmonxonamizga mana bu 2 kishilik xonamiz bu. O'zbekiston fuqarolariga 500 ming so'm ichida ertalabki nonushtasi bor. Bu yerda mana dush bor, konditsioner bor, televizor bor. Mana o'zingiz bilan olib kelgan kiyim-kechaklar. Mana bu yerda mana Sariosiyo manzarasini ko'rishingiz mumkin. Tashqari tarafga qaragan, ko'chaga qaragan mana tarafda. Hozir sizga yana boshqa xonalarni ham ko'rsataman. Mana bu xonamiz ham 2 kishilik, keng, yorug'. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek konditsioner bor, televizor bor, Wi-Fi bor. Mana bu yerda mana dush bor. Mana sharoit bor. Bu ham ko'chaga qaragan. Bemalol derazalardan ko'chaga qaragan bular ham mana. Mana bu ham 2 kishilik xona. Bu ham ko'chaga qaragan. Mana xonalarimiz dizayni har xil. Ko'rinish, mebellar, televizor bor, bu yerda ham konditsioner, dush, issiq suv, sovuq suv bor. Mana bu ham 2 kishilik xonamiz. Bu oilaviy kishilik xona. Sizdan talab qilinadigan hujjatlar o'zingiz bilan pasport, oila bilan kelsangiz ZAGS qog'oz. Bu yerda ham shunday mana dush bor, issiq suv, sovuq suv bor, televizor bor. Mana o'zingiz bilan olib kelgan kiyim-kechaklarimiz, shkaflarimiz, hammasi sharoitimiz bor. Bu ham 500 ming so'm ichida nonushtasi bilan O'zbekiston fuqarolariga. Mana bu xonamiz 1 kishilik Yangisaroy mehmonxonasidagi. Bu yerda ham mana dush, suv, sovuq suv bor. Mana bu yerda mana kiyim-kechak qo'yadigan, mana bu yerda televizor bor. Yotishga joy, konditsionerlar bor. Mana bu yerda kompyuterda ishlashga joy ham bor. Bu xonamiz 300 ming. Sizdan talab qilinadigan hujjat pasport yoki haydovchilik guvohnomangiz bo'lsa ham bo'ladi. Bu xonamiz ham 1 kishilik. Bu yerda mana hamma sharoit bor. Televizor bor, konditsioner bor, mana shkaflar bor. Bu yerda mana dush bor. Bu 300 minglik xonamiz bu O'zbekiston fuqarolariga. Bu ham ko'chaga qaragan. Mana bu xonamiz 3 kishilik xona bu. Buni ham mana ko'rinishi, jihozlari, rangi boshqacha. Bu yerda mana televizor bor, konditsioner, dush bor. O'zingiz bilan kelgan kiyim-kechaklarni qo'yishga sharoit bor. 3 kishi bu O'zbekiston fuqarolariga ertalabki nonushtasi bilan 750 ming bo'ladi. Har bir odam boshiga 250 mingdan to'g'ri keladi. Mana bu xonamiz ham oilaviy xona. Bu ham 2 kishilik. Bu yerda mana ko'rinishi boshqacharoq. Jihozlari bor. Bu ham 500 ming so'm. Oilaviy kelsangiz. Mana bu yerda ham dush bor. Sharoitlari bor ichida. Mana 1 kishilik xonamiz bu. Bu 300 ming so'm O'zbekiston fuqarolariga. Bu yerda ham hamma sharoit bor. Mehmonxonamizda restoranimiz ham bor. Restoranimiz soat 9:00 dan ertalab 9:23:00 gacha ishlaydi. Zavtrigimiz ertalab shu 7:30 dan 8:30 gacha bo'ladi. Mana bu ham 1 kishilik xonamiz. Bu ham 300 ming so'm O'zbekiston fuqarolariga. Bu yerda ham mana televizor bor, konditsioner, kiyimlaringizni qo'yish uchun joy bor. Mana bu yerda mana dush, hamma sharoit bor.